Bugun ustalarga karchka palov pishiramiz. Ertalab choylarni ichib olib, hamma ketgandan keyin dasturxonlarni yig'ishtirib, sekin ovqatga harakatni boshladik. Ustalarimiz faqat suv choy ichishyapti, suv choy qilib qo'ydik. Suvda ishlasham o'zimiz, shu ustalarga ham odam qoyil qoladi. Karchka sabzlarni yuvib, go'shtlarni to'g'rashga o'tdim, qo'limni kesib oldim. Keyin xo'jayinim qo'limni baylab qo'yganlaridan keyin yana ovqat qilishda davom etdim. Ovqatimiz eng kamida 12 kishiga yetish kerak, shuning uchun 1,5 kilo guruchga damladim. Ikkita o'sin o'zimizcha dieta boshlab olganmiz. O'sinlar ham hingir qilib o'zimizga mos salatli pishirdik. Bu salat ovqat bilan yeyishga hamma uchun qildim. Buni 2 mahalga yetadigan qilib ko'proq qilib, qolganini kechqurunga olib qo'ydik. Bunisi bizning dietetik karamli salatimiz. Bugun bolalarim ham uyda kechgacha televizor ko'rib o'tirishmasin deb orada mosh bilan grechkani aralashtirib o'yin yasab berdim. Internetdan o'rganganimda 1 soat bemalol o'tiradi deyishgan edi. Bilmadim, mani bolalarim giperaktivniymi? 20 minut zo'rg'a qilishdi. Ovqatlamaganimizdan keyin kechqurunga vermishel sho'rva solib qo'ydik. Obedda bolalarim uxlagandan keyin dazmollarimni qilib, bog'chaga ketadigan kiyimlarni tayyorladim.